Oo, sho'rva ham rosa qaynabdi. Endi go'shtlarini olib qo'yamiz. Dadasi nima qilyapsiz? Go'sht ta'mi rosa chiqqandir. Ertaga oshga solamiz. Ekonimda xotinjon. Shunaqa ham qurumsoq bo'lasizmi? Ertaga bolalaringiz ham sizdek tug'ilsa-chi? Pappalyam, beli pampers. Yana nimani boshladingiz, adasi? Bolamni pampersini yuvyapman, he? Biznesmen odam bo'lsangiz, endi shu pampersni ham yuvib ishlatmaymiz-ku. Jichchagina siyib xolos o'limniki. Siygani mayli 3-marta yuvishingiz, simi ham chiqib ketdi jonivori. Men shunaqa giniyda bo'lib, biznesmen bo'lganman. Hammang o'zingcha biznesdan, bor yo'qol. Mana. Endi tapchikang qaytib uzilmaydi o'g'lim, o'pma. Mazza qilib yugurasan, qani? Rahmat dada. Bugun o'g'limni tug'ilgan kunini mazza qilib mazali barbekü burger chaqirganman. Tug'ilgan kunda zo'r nishonlaymiz, ha? Voy, dadasi o'zgarganingiz rostmisin? Mazali barbekü burger hammamizga yetadi. Qani jonim o'g'lim, tug'ilgan kuning bilan. Onasi mana mehribonim. Dadasi, qimmat emas-ku, hammamizga zakaz qilmadingizmi? Gap qimmatligida emas, onajonisi, ekonomda gap. Bularni hali kechqurun mehmonlar kelganda qo'yamiz. Oshalab yormanglar, ha? Atiz, молодец. Bitta 4 ta egizakni tug'dirdingiz-da, Nuriddinov. Bunaqa natijaga qanday erishdingiz? Men ortiqcha rasxodni yomon ko'raman. Ekanamishni yerman. Har yil kelib yugurishga gaplash, mashina gaplash, gul ber. Undan ko'ra bittada 4 ta tug'diraman, bitta rasxod qilaman. Qaytib rasxod qilmayman.